o'zingizga o'xshab yangi kirib kelayotgan 8 ta insonni har bittasidan 150 mingdan pul olasiz. 1.200.000 pul bo'ladi. Xohlasangiz shu pullarni olib chiqib ketish huquqiga egasiz. Sizni hech kim majbur qilib ishlatmaydi bu yerda. Bu ixtiyoriy biznes. Agar sizga shu ish bizga o'xshab yoqib qolsa, ham pul ishlab, ham insonlarga yaxshilik qilish sizga yoqib qolsa, marhamat, biznesingizni davom ettirishingiz mumkin. Keyingi bronzali doskaga chiqasiz. Keyingi doskaga chiqish uchun esa siz boshqa kisingizdan 1 so'm ham to'lov qilmaysiz. O'sha 8 ta pullaringiz 5 tasini oilangizga, farzandlaringizga ishlating, 3 tasini adolat qilasiz. O'sha 3 tani yuqoriga bronzali doskaga berasiz. Endi u yoqda odam taklif qilmaydi. Yuqori doskalarda takliflar yo'q. Qanday qilib qizilga o'tirib pul olasiz? O'sha startli doskada taklif qilgan do'stlaringiz birin-ketin sizga o'xshab 8 tadan pullarini olib, 5 ta pulini kissasiga solib, 3 tani ko'tarib yoningizga chiqib